1939-yilda Ikkinchi jahon urushi boshlandi. Mana shu davrdan boshlab, ya'ni 1939-yildan boshlab turkistonliklarni ham harbiy xizmatga olish, Qizil armiyaga olish boshlandi. Ungacha turkistonliklar harbiy xizmatda qatnashmagan. Endi ba'zi bir filmlarni yoki video filmlarni kuzatganimizda bir g'alati holatlarga duch kelamiz. Ana shu paytdagi tarixiy holatni noto'g'ri talqin qilish. Masalan, 1941-yil urush boshlangandan keyin yigitlar harbiy xizmatga, frontga jo'nab keta boshladi. Bir video rolikni ko'rdim. Undan avval yana bitta filmda ham xuddi shu holat bo'lgan edi. Cho'loq yigit urushga bormoqchi bo'ladi, lekin uning nogiron ekanligini hisobga olishib, harbiy xizmatga olmaydi. Shunda yigit yig'lab, endi menga hech kim qizini bermaydi deydi. Haqiqatan ham shunaqami? To'g'ri, bo'lgan bu narsa. O'sha o'tgan asrning 50-yillaridan 80-yillar boshlarigacha, ya'ni 30 yil davomida shu kelinga, qizga sovchi bo'lib borganda yigit armiyaga borganmi yo'qmi degan savollar bo'lgan 30 yil davomida. Undan keyin bu narsa bo'lmadi. Endi ana shu 41-yilda bunaqa narsa bo'lganmi degan savolga yo'q. Hech qanday armiyaga borganmi yo'qmi degan savol bo'lmagan. To'g'ri, endi harbiy xizmatga ketgan, frontda jang qilayotganlarni juda hurmati baland bo'lgan. Lekin nogironligi tufayli front orqasida, mehnat frontida xizmat qilayotganlarni hech qachon hech kim kamsitmagan. Sovchi bo'lib kelsa, u armiyaga borganmi yo'qmi degan narsa 1941-yilda bo'lmagan. Men o'sha paytda yashagan, ishlagan insonlardan, keksa insonlardan ko'p eshitganman. Urush davrida ocharchilik, qahatchilik, judayam og'ir vaziyatlar bo'lgan. Yosh qizlarni o'lmay qolsa bo'ldi, qornini boqadigan chollarga turmushga berib, nikohlab berib yuborgan holatlar ham bo'lgan ekan. Nogiron bo'lsa ham shu qizlarini o'lmay qolishi uchun ocharchilikda, qahatchilik, yetishmovchilikda o'lmay qolishlari uchun ham turmushga berib yuborgan ota-onalar. Shuning uchun tarixni bo'yamasdan boricha ko'rsatganimiz ma'qul.